obunachilarimizning ichida psevdo aqlli, divanli kommentator, juda ham aqlli insonlarimiz mavjud o'rtoqlar. Birinchi liniyada aksariyat holatda qo'yilayotgan obyektlarimizni yo'q aka, renovatsiyaga tushgan, krasniy liniyaga tushgan deyishadi. Ushbu xonadonimizda Ko'kcha mahallasida, Qo'rg'onchi ko'chasida ikkinchi darajali yo'limizning birinchi liniyasida joylashgan, lekin hech qanaqa krasniy liniyaga tushmagan o'rtoqlar. Fasadlariga to'xtaladigan bo'lsa 24 metr tashkil etadi. Umumiy maydonimiz 568 sotuvdan iborat. Qo'luzani oldi hududiga to'xtaladigan bo'lsa, qadrli do'stlar, palisadnikiga ega, bemalol o'zingizga priлагающий parkovkalarni realizovat qilib, ertaga pad biznes yoki hovli qurib, maza qilib istiqomat qiladigan joyi ichkarida birgalikda ko'rib chiqamiz. Ko'kcha masjidining orqasida joylashgan ushbu obyektimiz nimaga qizil liniyaga tushmaydi? Sababi chunki Shoh Mahmudov ko'chasi kengaytirilishini evaziga qadrli do'stlar, yo'limiz butunligicha qoladi. O'zi kengaytirilgan yo'l hisoblanib, 568 sotuvga ega, 24 metr fasaddan iborat. Narxiga to'xtaladigan bo'lsa, qadrli do'stlar, 330 ming AQSh dollari belgilandi. Yana sunnatga muvofiq kelishiladigan joy bor. Sizlarga eng zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.